tradingda $100 pulni $10,000 olib chiqish qanchalik real narsa. Keling, bu videoda shu mavzu haqida gaplashamiz. Sizlarga to'liq tushuntirib beraman. Qanchalik real yoki bo'lmasam nerealligini ko'rib chiqamiz. Bu savol bilan asosan yangi novichok traderlar kelishadi. Ustoz shunaqa ish qilmoqchiman, $100 qo'ymoqchiman. 10% risk qilaman, foyda bo'lgandan keyin foydani qo'shib risk qilaman, keyin pulim uncha bo'ladi, keyin buncha bo'ladi. Xullas qanaqadir fantaziyalar bilan kelishadi. Bularning hammasi prosta fantaziya. Teoriya bor, keyin praktika bor. Teoriyada kerak bo'lsa $100 ni $100 million qilish ham oson. Lekin praktikada bu umuman nereal narsa. Endi aytishlar mumkin, masalan, Instagramlarda, YouTube'larda ko'rdim $100 ni $10,000 qildi yoki nechadir ming dollar qilganlarni aytishlar mumkin. O'sha odamga borib, "Kelma, senga hozir $100 depositingga qo'yib beraman. Yana bir marta menga $10,000 qilib bergan" deydigan bo'lsangiz, boshqa qilib bera olmaydi. Bu narsani boshqa takrorlashning iloji yo'q. Agar 100 marta yoki 200 marta takrorlab ko'radigan bo'lsangiz, 200-chi, balkim 300-chi martasida o'xshab qolishi mumkin. Bu umuman nereal narsa. Bunaqa narsalarga ishonish kerak emas. O'zingizga o'zingiz prosta savol bering. Bilib turibsiz, что сразу o'xshamaydi, nechidir 100-chi martasida balkim o'xshab qolishi mumkin. Shunaqa riskka siz tayyormisiz yoki yo'qmi? $100 qo'yasiz, agar 100 marta o'xshamasa, уже $10,000 ketdi degani. Undan ko'rasi сразу sal kattaroq depozit qilgan yaxshi emasmikan? Agar karyerani endi boshlayotgan bo'lsangiz, kichkinaroq depozit bilan boshlash kerak, lekin shunda ham bavrga ham $100 emas, bir iloji boricha $500 bo'lishi kerak. Bu narsani masalaga hozir money management, risk management tomonlama qanchalik xatoligini tushuntirib beraman. $50, $100, $200 bilan boshlashni. Prosta money management va risk managementni bunaqa kichkina summaga to'g'irlab bo'lmaydi. Bu prosta qimor bo'lib qoladi. Depozitdan juda ham katta risklar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Har bitta yo'qotgan paytingizda depozitdan masalan 5% yoki 10% risk qilish bu qimor bilan bir xil bo'lib qoladi. Так что kelinglar grafikka qaraymiz, men sizlarga hammasini sonlar bilan grafikda tushuntirib beraman. Любой daromad qilib yurgan ekspert trader biladi, что depozitdan 1% risk bu juda ham katta riskligini. Endi bizning depozitimiz $100 majbur. Undan kichkina уже risk qila olmaymiz. $100 ni masalan 1% ni olaylik, mayli. 1% qancha bo'ladi? Bu $1 bo'ladi. Har bitta pozitsiyada agar biz $1 dan risk qiladigan bo'lsak, 1% dan risk qilsak, уже bu $1 ga to'g'ri keladi. Lekin endi qaranglar qanchalik noto'g'ri. Masalan, sizda qanaqadir kirish nuqtasi bo'lib qoldi deylik. Mana bu yerda bayga kirishingiz kerak. Aniq bitta risk bilan ishlaymiz, to'g'rimi? 1% risk qilmoqchimiz. Stop lossimizni, o'sha riskimizni to'g'riroq stop loss bilan belgilanadi. Stop lossni mana bu yerda qo'yishimiz kerak. Agar shu yerda qo'ysak, atigi depozitimizdan 1% risk bo'lgan bo'ladi. Lekin agar mana bu diapazon bizda masalan 20 punkt yoki bo'lmasam 30 punkt bo'ladigan bo'lsa, bizning eng minimalniy lotimiz 0.01. 0.01. Bunaqa kichkina depozit, kichkina lot bilan kirgan taqdirimizda ham mana bu 20 punktligini hisobiga biz уже $1 risk qila olmaymiz. Chunki уже riskimiz avtomatik bizning 2% ga to'g'ri kelyapti. 2% bu уже katta risk degani. Bunaqa katta risklar bilan depozit uzoqgacha bormaydi. Birinchidan matematik taraflama, xullas mana shunaqa minuslar ko'payib ketaveradi. Ikkinchi taraflama psixologiya. Prosta depozitingiz borgan sari kamayib boradi. Kamayib borgan sari siz o'sha nima deydi? Kontroldan chiqib ketasiz bo'ldi. O'zingiz o'sha disiplinadan o'sha emotsiyada trade qilish boshlaysiz. Bunaqa payt tradelar ham unaqa zo'r bo'lmaydi. Endi bir xili даже $50 bilan boshlaydi. Yoki $200 bilan boshlaydi. $200 bilan boshlasham noto'g'ri narsa. Men bu hozir minimalniy qilib aytdim. Masalan, $20-30 deb. Lekin gohida shunaqa tochka foydalar bo'ladi. Shunaqangi kirgis keladi. Sizni strategiya sistemangizga to'g'ri keladigan idealniy momentda, lekin stop lossni o'sha risk zonani bitta o'lchaydigan bo'lsangiz, kerak bo'lsa 50 punkt yoki bo'lmasam 100 punkt bo'lishi mumkin. Agar 100 punkt bo'ladigan bo'lsa, $100 depozitdan biz 1% risk hech qanaqasiga qila olmaymiz. Eng kichkina 0.01 bilan kirgan taqdirimizda ham
Mana bu diapazon bizda 100 punktligini hisobiga uje avtomatik depozitdan 10% ketadi. Ya'ni $10 uje bitta zekani o'ziga risk qilamiz. Agar endi tradingda masalan seriya убыток degan narsalar ham borda, ketma-ket nechtadir zeka bizda minus bo'lib qolishi mumkin. Endi tasavvur qiling, agar 5 ta shunaqa ketma-ket minusga to'g'ri kelib qolsa, depozit uje $100 dan atigi $50 qoladi. Bu $50 bilan keyin nima qilish kerak? $50 ni joyiga qo'yish uchun biz uje 100% daromad qilishimiz kerak. Tushunyapsizlarmi? $50 ni yana qaytib $100 ga olib chiqishimiz uchun biz uje depozitga 100% foyda qilishimiz kerak. O'shandagina biz depozitimizni endi joyiga qo'ygan bo'lamiz. Tushunyapsizlarmi? Так что $50, $100, $200 bilan ishlash umuman nerealniy. Eng kamida iloji boricha agar $500 bo'ladigan bo'lsa, to bunda ham unaqa komfortli trade bo'lmaydi. Qaysidir pozitsiyalarni o'tkazib olishga to'g'ri keladi, lekin более-менее chem $100 dan ko'ra ancha uje gibkiroq bo'la olamiz. Masalan, yana xuddi shunaqa keldi, vaziyat bo'ldi, mana bu yerda bayga kirishimiz kerak. Hop, $500 ni 1% $5 bo'ladi. $5 bo'ladi. Mana bu yerda biz kiryapmiz, lekin risk zonamiz, ya'ni stop loss qo'yadigan joyimiz mana bu yerda. Agar risk zonamiz masalan 60 punkt bo'ladigan bo'lsa, biz uje $5 emas, majbur $6 risk qilishimizga to'g'ri keladi. Endi bu uje более-менее takoy anaqaroq, nima deydi, uje risk qilsa bo'ladi. Bu yerda e'tibor beringlar. Eng kichkina 0.01 lot bilan ishlaymiz. Biz hali lotni oshirmasdan turib riskimiz shunaqa katta. Lekin odamlar o'zini yo'qotib qo'yib, masalan, nafsni o'sha jilovlamasdan katta lotlar bilan kiradiganlar bor. Agar uni ham masalan katta lotlarni ham o'sha qo'shadigan bo'lsangiz, prosta $500 puli bilan shansi yo'q, 0. Depozit sliv, oxiri bo'ladigan narsa sliv bo'ladi. Sizlarga men hozir tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Bu oddiy matematika bo'ldi. Lekin realni ishlaydigan narsa. Har xil men internetda bir ikkita o'sha videolar ko'rganman. $100 ni 10 ming qilamiz, 100 ming qilamiz, nechidir ming qilamiz. Mana bunaqa sxema bilan mamnuncha risk qilamiz. Minus bo'lsa uncha bo'ladi, plus bo'lsa buncha bo'ladi. Bozor har kuni har xil yuradi. Biza bilgan, bizdan o'sha nima deydi, ishlatadigan strategiyamizga bozor har kuni ham bir xil to'g'ri keladigan qilib yurib beravermaydi. Mabodo agar seriya убытокка tushib qoladigan bo'lsa, depozitdan juda ham katta minuslarga olib keladigan narsa. O'shaning uchun internetdagi har xil boylar emas, 100 ni 5 ming qildim, 10 ming qildim degan narsalarga uchmaylar. Qilgan bo'lsa, mayli o'sha prosta omadi keldi, и все. Agar yana bir marta qilish kerak bo'lsa, o'sha qila olmaydi bu narsani. Tak, bu sizlarga hozir mana shu narsani tushuntirib bera oldim deb o'ylayman. Iloji boricha kichkina, bu darajada kichkina nima deydi, depozit bilan ishlamanglar. Agar trading sohasini endi o'rganayotgan bo'lsangiz, karyerani agar boshida bo'ladigan bo'lsangiz, iloji boricha hech bo'lmaganda mana shu $500 bilan boshlashga harakat qilinglar. $100, $50 bilan boshlaydigan bo'lsanglar, hech qanaqasiga shans yo'q. Prosta yo'qotasizlar. Agar u o'sha nima deydi, 1000 ta traderdan bittasi men bo'laman deydigan bo'lsangiz, adashasiz. Xullas, kerak emas. Kichkina depozit bilan boshlash. $500 bilan boshlasanglar, o'shanda даже 0.5% risk qiladigan bo'lsangiz, qanaqadir точка входalar bo'lib qolishi mumkin, lekin bunaqa lot punkt katta bo'lgan pozitsiyalarni prosta o'tkazib olishingizga to'g'ri keladi. Gohida mana shunaqa stop lossimiz katta bo'lgan pozitsiyalarni agar riskimizga juda to'g'ri kelmaydigan bo'lsa, o'tkazib yuboramiz. Kichkina depozit bilan ishlayotgan bo'lsak. Xo'p, $100, $50, $200 qo'yadigan bo'lsak, faqatgina brokerni boyitgan bo'lamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Mavzu foydali bo'lgan bo'lsa, like bosib qo'yasizlar. Keyingi yana ham qiziq mavzularni o'tkazib olmaslik uchun podpiska bosib qo'ysanglar, hali sizlarga aytib beradigan, tushuntirib beradigan strategiyalar, ideyalar, bunaqa xatolar yoki bo'lmasam kamchiliklar hali juda ham ko'p. Hammasini video qilib qo'yaman. Podpiska bosib qo'ysanglar, agar hech qaysi birini o'tkazib olmaysizlar. Hammaga xayr.